Futbolni ashaddiy muxlislari uchun Hojiboy Tojiboyev aytgan eng baxtli onlari yetib keldi oradan shuncha yil o'tib. Bu orada o'tib ketdi ne insonlar bu baxtiyor lahzalarni uzoq vaqt kutib. Xonadonlarda televizorlar, sindi idish tovoqlar. Bunday hollarga to'ldi ijtimoiy tarmoqlar. Oson tutmangda axir futbolistlarga bir kun kelib ular albat ishonchni oqlar. Akalar, ukalar, do'stlar, asrang asabni. O'yinda yutish bordir, yutqazish tayin. Har yonga sochavermang qahru g'azabni. O'yinchilarga oson emas, bo'lgandir qiyin. Millionlagan muxlislar bosar salovat. Ha yutqazdik salgina kelmadi omad. Sen nimani tushunarding ko'p, gapirma dersiz, lek men sizlarga derman, bo'ling salomat. Shukr jahon yuzin ko'rdi o'zbek futboli. Hali pochkasi buzilmagan sanoqsiz goli. Har qanday holatda ham birdan bo'laylik, bir-birimiz qo'llaylik. Uzatib qo'lla. Bu damlarni ko'rmoqlikning o'zi katta baxt. Bu kunlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Shu lahzalar qalblarga berar ekan rohat. Kelgusida jamoaga omad bo'lsin yor. Like, kommentariya, repost tugmasini bosib, maksimal darajada do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.